mana shunaqa qilib skopniga olib familiya yozib berdi. Adashib ketgan bu yerda gistologiya 100%, chunki klinik adashmaydi. Yo'q, haqiqatda bu yerda shu diagnoz bo'lgan, ustini o'zi kuydirib qo'ydi, sirkarni kanal qolib ketdi. Ana o'tda qalallash bor ozgina. Lekin mana bu familiya sizniki emas. Buni borib arxivni ko'tarsangiz bo'ladi. Sizni preparatingiz 100 yilgacha bu joyda saqlanadi. Men o'zim nima uchun men bu bilan radonda dejurant bo'lib yurgan paytdan bunga analiz jo'nataman. Chunki nomer 1 gistolog. Men o'zimda bo'lgan shunaqa случай, bitta patsientga hech kim diagnoz qo'yilmagan. Men o'zim chistka qilib materialni olib borib beraman, onkologiyaga podozrение bo'ldi deb. Haqiqatda u yozib berdi-ki, ikkinchi marta boshqa gistologiyaga borib patsient topshirdi. U boshqa narsani berdi. Yo'q, onkologiya bor, risk qilma deb matkani olib tashladi. Olgandan keyin haqiqatda buniki bilan bir xil chiqqan. Shuning uchun men pap test olib, men ishonmayman chunki sitologiyaga. Kecha mana bitta patsient boshqa yo'ldan